Bir ayga 9 milyon so'm bo'ladi. Sonday ketетін еді, bir ayga 9 milyon ketетін еді. Bundan ko'p ko'mir ketadi oyda. 7-5'tin nesini qizdirib turibdi-da, 7-5. Qancha ketadi? 4,5 milyon so'm 5 milyon bilan chiqadi edi. 10 baravar qisqardimi shunda? Bir ayda 300-350 so'm bilan qazib turibdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 6-yanvar navbatdagi kotel o'rnatgan xonadonlarimizga kelib, 25-yil oktyabr oyida o'rnatganmiz. Kelib kotelni ko'rsatamiz. Mana kotellarimiz har doimgi Fobar kotellari. Hozir bu yerda gradus 57 ga chiqqan, mana 70 ga qo'yilgan. Suyitini yoqib. Ko'mir, angren ko'mirning maydasi mana. 250 so'mdan olaman dedi egasi. Shundaymi aka? Hava 250 so'mdan olatirmiz. Qancha ketyapti? Shu kunda 40-50 kilo atrofida. 50 kilo ketadi. Hava. Necha so'mdan olib turibman dedi? 250 so'mdan olatirmiz. Mana bu atrofma ko'p bu narsa? Bu narsa ko'p. Bo'ladi. Shunda bir kunga necha so'mlik ketib turibdi? Bu 1000-12 ming atrofida ketadi-da. Bir oyga 300 ming, 350 ming so'm bilan bir oyda uyingiz qizib turibdi. Bir oyda 300-350 ming so'm bilan qazib turibdi. Uyingiz necha kvadrat? 200 kvadrat. Uydan ko'rsatib bersak bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 xona mana shunda uyingiz? 7 xonada kuxnya. Birga 44 gradusda. Ko'rsat. 47. Hammalar shunday qizib turibdi axir, ha? Hamma qizib turibdi hozir. Böyleler hem 47. Uyum 200 kvadrat, 7 xona, ha? Ha, 7 xona. Shunday joyda siz oyna rasxodingiz 350 ming so'm bilan qizdirib atarsiz. Ha, 350 ming qizib turibdi, 350. Mana aziz obunachilar, egasi, kimga egasining nomeri kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqsangizlar, egasining nomerini beraman. Bu yerda hech qanday birovni aldash niyati yo'q, hech kimni aldab o'tirganda yo'q. Kimga shunday sifatli garantiyali kotellar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Biz o'zimiz olib borib o'rnatib beramiz va 1 yil garantiya beramiz. Bugun 2026-yil 6-yanvar. Navbatdagi kotel o'rnatgan xonadonimizga keldik. Bu yer Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Jumarovul mahallasi Qahramon aka xonadonimizda. Bu yerga kotel o'rnatganimizga bir oydan oshib ketdi. Bularning uyi qizyaptirmi, qizmay turibdi. Shularni bilik xabarini olib deb keldik mana. Kotelimiz hozir yongan 76 ga chiqib o'chib turibdi mana. Ayda kunda chislani hammasini shu yerdan ko'ramiz. Deganlarimni ko'mir shu angren ko'mirning 300 so'mlik ko'mirda yonib turibdi mana. Qahramon aka, endi o'zingizdan so'rasak mana qancha ko'mir ketyapti, necha kilo ketyapti, necha so'mlik ketyapti shularni bir ayting xalqimizga. Bir xalta, bu klasini bilmayman-da, bir xalta 50 kilo chiqar. Ha. 310 mingdan oldik qo'y, endi yakaga bilan 400 bo'la qo'ydi. 20 ming so'mlikda. Kunda 20 ming so'mlik ko'mir ketadi. Endi 200 kvadrat 200 plus minus ziyat raqam chiqar balkim, ziyat raqam. Qizdirib turibdi. Shunda bir oyga Böyle 3-5 gadan yoqib turgandan beri qizmay turibdi hozir. 3-5 ga lekin bundan ko'p ko'mir ketadi oyda. 7-5'tin nesini qizdirib turibdi-da, 7-5. 7 xonani. 7-5. Konditsioner qo'shmay qo'yibmiz. Konditsioner bilan mo'shatdan bo'ladi, dalada. Konditsionerga qancha ketadi oyda? Milliondan o'ylaydi konditsionerga. To'qton nesini bilasanmi? Bir xonaning o'zi. Dalanga o'lqon dalani. 4 ga 13. Shuning o'zina 1 million ketadi oyda. Hozir ya ichkarida kirib ko'rsatdim, u 2 batarya turibdi. Ida yana zaldagan ilib qo'yibman, yana ko'rsatdim sizlarga. Bu siz u qizib ketadi. Yani şu ilgende de kızıp turibdi. Dishlar ochiq beriyor, ko'rdingmi? Reklamlaydi. Reklam bo'lmaydi. Mana klinikani mana bu yerdan ko'rib turibdi, hozir medium 10 gradus. Ularni bir yaxshilab qaplasang, bu yerda motor sovuqlar patolog. Beram qizadi hava. 10 gradus normal, hozir mayda minusda. Hava maydan minusda. Minus 1 mana shunday mayda. Onda turibdi. Kotyol mana hozir birma-bir hammaning uyine kirib ko'ryapmiz. Kotyollarimiz hozir dal momentda nalichida yo'q. Bu bizlar hozir kotyolni sotish maqsadimiz emas, kotyollarimiz yo'q bo'lgandan keyin, lekin o'rnatgan odamlarimiz rozimi? Ama ko'ngli to'qmi? Shu maqsadda yuribmiz bizlar hozir endi. Agar kim kotyol qurdiraman desa, keyingi yilga qurdiraman desa ham kanalga obuna bo'lib qo'ysangizlar bo'ladi.
kim kotyolda kelib ko'raman desa, Qahramon aka uyi bilan Qoralpaston respublikasi boya aytganday Amudaryo tumani Jumurol mahallasi agar Bangov deydi bu yerda. Bangov deydi. Bu yerdagilar bo'lsa kelib ko'rib o'zindan so'rasanizlar, bo'lmasa uyingda Men ochiq qilib o'yramay ko'rib ketaveradi. Eshik bir kasa choy ichib ketsangizlar ham bo'laveradi axir. Mana eshik ochiq qo'y. Bo'ldi, bo'ldi. Sog' bo'lasiz. Sizlar aloqa chiqaverasizlar, xizmatdamiz, aloqadamiz. Aziz obunachilar, navbatdagi kotyol o'rnatgan xonadan keldik yana Amudaryo tumani Jumurtov Shifi Ko'knam aka uyi bilan. Ko'knam aka uyi 300 kvadrat, 11 xona dedingiz, ha? 11 xona. 11 xona. Bu yerga hozir angren ko'mirning mana ko'li yonib turibdi. Bu ko'mirda odamlar eslatga yag'almas edi oldin, karbich quydirib, peshga yag'ib qo'ysan. Bu eslatga yaramaydi shundan. Lekin shu ko'mirni uyimiz qizib turibdi hozir. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Qancha ko'mir ketyapti shundan? Necha so'mlik ketyapti? Ayına şu 500 ming 600 ming ketadi. Burun to'qqa 4 to'yadi. To'g'ri kotyol vaqtida qancha ketadi? 4,5 million so'm 5 million bilan chiqadi edi. 10 barobar qisqardimi shunda? Aydur. Ko'p. 500-600 ming degan hech narsa emas qolgan. Bir oyga ketadi hozir. Mana Xudoga shukr zo'r. Isib turibdi mana 11 qat joy. Böyle. Zo'r. Ularning qo'llari dard ko'rmagan, zo'r. Bo'ladi aka. Mana o. Shu mana kotyol shu. Qo'yib ketdim. Azizlar mana Qo'bar kotyolda o'rnatdim degani, uyim qizdi degani bu. Foydali, barakali. Sizga foydali, barakali bo'ldimi shu kotyol? Bo'ldi, zo'r bo'ldi. Foydalidan bo'ldi, barakalidan bo'ldi. Barakatli bo'ldi. Mana untaq qo'y javob o'tiramiz. Ko'mir emasam. 10 barobar foyda bo'ldi. Azizlar qachiverasizlar, kimga shunday kotyollar kerak bo'lsa, olib borib o'rnatib beramiz, 1 yil garantiya beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi kotyol o'rnatgan xonaramizga keldik. Qaratov Mukuja bu yerda. Qaratov Mukuja o'rnatganmiz. Bunkerli kotyol. Bu yerda oldin elektronik kotyol bo'lgan bilan, uni rasxod qo'yib ketgandan keyin bizga zakaz qildi, biz olib kelib o'rnatib berdik ha. Bo'ladimi, ko'ylagidek qiziyotirmi? Qiziyotir ko'ylagida. Men o'zim baribdan yopda ko'rganim yo'q. Sonda bir zvandadim. Где-то jarm soatning ichida keldinglar. Oldin kelib ko'rdik. Oldin kelib ko'rdingiz. Oldin kelib ko'rib, keyin ko'zimiz yetgandan keyin olib kelib o'rnatdik kotyol. Xo'sh, bu jarm soatning ichida ne qilamiz? Ko'rim to'ldi voy aytdim. Bo'ldi, rozi bo'lsangiz bo'ldi. Rasxodlaringiz qanday bo'lyapti? Bunda qanday bo'ldi? Bunda qanday bo'ldi? Endi rasxoddan biroq endi 10 есе azaygan durust bo'ldi u. Например, oldin men 1 sutkaga aytib o'tirdim, 300 ming so'm jag'atni endi. Bir oyga 9 million so'm bo'ladi. Shunday ketетін edi, bir oyga 9 million ketетін edi. Еще men boshqa kontoda o'shirib qo'yатын edim. Сонымен где-то bir 7 million 9 million so'mday anilada ketетін edi. Endi hozirning o'zida sutkasine 25 mingda ketib turibdi. Ақшаға есептасақ, bir oyga где-то 750-700 mingdan chiqib turibdim da. 10 есе azaydi. Сонда 10 есе azaydi. Жақсы, бірақ үйдің бәрі жылы. Мощный bo'lib turibdi. Buning da bir yaxshi jeri жұмысы аз ekan da. Men ana bunkerni bir to'ldirdim ba, bitdi, bo'ldi. 2 sutka bormi? 2 sutka men qabul olmayman, bo'ldi. 2 sutkadan keyin kelib, жұмыстан kelgandan so'ng ko'ram, ko'mir azaygan bo'lsa so'ng salaman. Bitdi, bo'ldi. Boshqa unday ne ish yo'q. 2 sutkadan bir tozalayman biroq nesini. Астына күлдерін. Где-то bir шелек шығады о. Bo'ldi, shu rozi bo'lib o'tirgan bo'lsangiz bo'ldi. Bizga o'sha rozilik kerak. Hozir kotyol olaman desadan bizlarda tayyor kotyol yo'q, nalichida kotyollarimiz yo'q. Bizlar hozir kotyol sotish niyatida yo'qmiz. Shu hammaning roziligi kerak bizlarga. Keyingi yil kotyol o'rnataman deganlar bo'lsa, kanalga podpiska qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol orqa chiqib qo'yasizlar shundan keyin. Aba sog' bo'ling, to'ylarga keling. To'ylar g'ayrasin. Sog' bo'ling.